Bu haftada dollar kursi qanchaga oshgani ma'lum bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan e'lon qilingan valyuta kurslari bo'yicha o'tkazilgan haftalik tahlilimizga ko'ra 2026-yil yanvar oyining navbatdagi ish haftasiga bir AQSh dollari milliy valyuta so'mga nisbatan 167.026 so'mga oshiriladi. Markaziy bank valyuta kurslari bozor tamoyillar asosida shakllantiradi va iqtisodiy jarayonlarda barqarorlik ta'minlashga intiladi. Valyuta kursidagi bunday tebranishlar global iqtisodiy muhit, tashqi savdo hajmi va ichki iqtisodiy faoliyatning muhim ko'rsatkichlaridir.